Diksimizin davamı dikkat kılın şundaq dedi Yaponiya matbuatları özgürüş ondan keyin başka bir holatga. Masalan, gumron bo'lish yoki Jungo Amerika munosabati gumron bo'lish yoki zo'ravonlik deb ko'rsatdi. Yaponiya matbuatları davamiga diqqat qiling vatandoshim. Shafqatsiz bir harakatga kelib kelishi mumkin. Zo'ravonlik, ya'ni davlatlar arami yoki qandaq bu aniq emas. Yaponiya gazeta matbuoti shunda ishlatdi. Ikki davlat munosabatini shafqatsiz bir harakatga kelib kelishi mumkin. Biz hozir bundaq o'zgarishni ko'zimiz bilan ko'rib turyapmiz deydi Yaponiyaning matbuoti. Amerika Qo'shma Shtatlari hozir har xil vositalarni qo'llanib, dunyoviy eng muhim pul muomala organlarini isloh qilishni kayniga so'rab, yangi tuzib chiqqan TPP savdo tashkiloti orqali Jungoni chetga qoqdi. Amerika Qo'shma Shtatlari burunqidagi Jungoning qarniyatini an'anaviy sistema ichida yoki xalqaro tuzum va apparatlar ichida cheklamoqchi bo'lyapti. Masalan, Jungoning qarniyatini o'sib kelayotgan qarniyatini Amerika Qo'shma Shtatlari an'anaviy sistema ichida yoki xalqaro tuzum va apparatlar ichida cheklamoqchi bo'lyapti. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo o'rtasidagi jiddiy munosabatlarni o'ylaganimizda, yuqorqi harakatlarni Amerikaning Jungo siyosiy o'zgarish bo'lgan alomatlar qatorida sanashga bo'ladi. Munosabatlarni o'ylaganimizda, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo o'rtasidagi jiddiy munosabatlarni o'ylaganimizda, yuqorqi harakatlarni Amerikaning Jungo siyosida o'zgarish bo'lgan alomatlar qatorida sanashga bo'ladi. Jungo'mu Amerikaning yuqorqi harakatlaridan qo'rqib qolmay, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan kuch sinashmoqchi bo'lyapti. Bu bir yochivakning daraxtni ling'ishtirishidek bir gap-ku deymi? Jungo'ning Amerika bilan kuch sinashmoqchi bo'lganligi yochivakning daraxtni ling'ishtish degan tamsilga to'g'ri keladi. Şüphesizki Janubiy Jungo dengizi meselesi ve to'g'ri betlari bexatarligi meselesi ikki o'rtada ya ikki davlat o'rtasida eng xatarlik echtitqiliq rol o'ynashi mumkin. Halqılık mesele şu yerdeki ikki taraf, yani ikki davlat murassa qilish va o'zaro tushunish orqali strategik tangpulikni qo'lga keltirish kerak. Amerika Jungo munosabatida bir taraf cho'qim murassa kelish kerak. Yaponiya matbuotlari Amerika Jungo munosabatida cho'qim bir taraf murassa kelish kerak. Men o'ylaymanki, Amerika Qo'shma Shtatlari hargiz murassa kelmasi kerak. Agar murassa keladigan bo'lsa, yo'l qo'yadigan bo'lsa, Jungo hukumati yo'l qo'yish kerak. Jungo hukumati Amerika Qo'shma Shtatlari bilan murassa kelish kerak. Hargiz Amerika emas. Amerika bilan Jungo'dak bundaq cho'ng davlatlarning murassa kelishi bu bir xil san'atdir. Amerika bilan Jungo'ning jiddiy munosabatlari ximiyalik reaksiya yuz berib, sifat o'zgarishi, qurolliq to'qinish elib kelishdan burun ikki davlat qandaq o'rtaq mavjud bo'lib turishni o'rganib olish kerak, deydi Yaponiya gazetlari. Demak, ximiyalik reaksiya berib ikki davlat munosabati qurolliq to'qinish yuz berishdan avval ishning oldini olib murassa kelish kerak deydi. Shunga Jungo hukumati murassa kelish kerak.